Assalomu alaykum qarindoshlar. Men Amerikadan doktor Mehmet Yemen. Men bugun COVID-19 ni tekshirish usullari degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi kishilarning COVID-19 kasali bilan yuqumlangan yoki yuqumlanmaganligini tekshirishda ko'p qo'llaniladigan bir qism usullarni sizlarga qisqacha tanishtirib o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinizlər leksiyanın təfsilatında bo'lsin. Hammamiz bilgandek bu vaba 2020 yıl beshidan boshlab butun dunyo miqyosida keng ko'lamlik tarqashga boshlagandan hozir qadar 3 yil bo'lishga oz qolibdi. Bu jarayonda kishilarning bu virus yoki bu vaboga nisbatan tonishi burunqidan ko'p oshgan va bu vaboga qarshi vaksinalar dunyoga kelgan bo'lsa-mu, lekin insonlar bu vabodan to'liq qutulgan yo'q. Ba'zi davlatlarda bu vaboga qo'yilgan cheklama butunlay bekor qilingan bo'lsa, ba'zi davlatlarda bu vabo qarshi cheklamalar yanada davom qilmoqda. Undan boshqa bu vaboni keltirib chiqargan virusning uzluksiz o'zgarishiga ergishib burun dunyoga kelgan vaksinalarniki unumi tövallab, ya'ni insonlar yangi vaksinalarga ehtiyojli bo'lmoqda. Endi bu insonlarning bu vaboga bo'lgan qo'rqinishi burunqidan ko'p tövalligan bo'lsa-mu, biroq yani bu vabo butun dunyo miqyosida uzluksiz tarab, uzluksiz yangi viruslar borliq kelganligi uchun balkim biz qisqa vaqt ichida bu vabodan uzil kesil qutlanmasligimiz mumkin. Endi hozir hamda bu vaboga nisbatan qandaq tekshirish usullari ko'p qo'llanilyapti degan vaqtida tövəndikidek 3 xil usul bu vaboga nisbatan ko'p qo'llanyapti. Amaliyotda bu yolg'iz bu vaboga nisbatan emas, har qandaq virus bilan yuqumlangan yoki yuqumlanmaganligini tekshirishda ko'p qo'llanilgan usul. Onun birincisi virusni yoki şu virusga tava antigenni tekshirish. İkincisi virusninki irsi moddasini tekshirish, ya'ni RNA yoki DNA'ni tekshirish. Üçüncüsü virusga qarshi antibodini tekshirish. Bu 3 xil tekshirish odatda har qandaq virus bilan yuqumlangan kasalliklarni tekshirishda asosliq qilib qo'llanilgan tekshirish usullari hisoblanadi. Undaqda bu virusni yoki antigenni tekshirishninki qandaq ortiqchiligi, qandaq kamchiligi bor degan vaqtida oldi bilan bu tekshirishda pozitiv chiqsa, u insonlarning yangidan yuqumlanganligini, badanda yetarlik miqdorda virus borligidan derak berdi. Yana mundaq chiqqan vaqtida bu pozitiv chiqqanlar atrofidagi kishilarga shu virusni tarqitishi mumkin. Agar negativ chiqsa, yuqumlanmagan yoki badandagi virus texi yetarlik bo'lmaganligini bildirdi. Ya'ni negativ bu tekshirishda negativ chiqqanlik cho'qim saq deganlik bo'lmaydi. Bo'libmi ba'zi kasal alomatlari bo'lgan vaqtida bu tekshirishda negativ chiqsa, texmi ilgirlagan holda tekshirishga to'g'ri keladi. Endi bu tekshirishninki ortiqchiligi nima degan vaqtida, ortiqchiligi tez va qulaylik, yuqumlanib 3 kundan 5 kun ichida ya'ni yoki bo'lmasa badanda yetarlik virus bo'lgan vaqtida bu tekshirishning to'g'rilik darajasi nihoyatda yuqori. Endi kamchilligi nima degan vaqtida
sezgirligi yuqori emas, ya'ni ba'zida yuqumlanganlarni tekshirib chiqarmasligi mumkin. Yuqumlangan virus miqdori oz bo'lgan vaqtida yoki yuqumlangan dastlabki 3 kun ichida negativ yoki saq chiqish ehtimoli yuqori. Agar negativ, ya'ni saq chiqsa, cho'qim saq bo'lishi notayin. Men yuqorida deb o'tgandagidek, bu tekshirishda negativ chiqsa, bo'libmi ba'zi kasallik alomatlari bo'lgan vaqtida, ya'ni 2-3 kundan keyin bu xil tekshirishni qayta tekshirish yoki boshqa tekshirishlar orqali yuqumlangan yoki yuqumlanmaganligini jazmlashtirishga to'g'ri keldi. Shu virus yoki antigen tekshirish kategoriyasiga kiradigan hozir butun dunyo miqyosida keng ko'lamda qo'llanayotgan usulning biri tiz tekshirish yoki bu rasmdagi ko'rayotganinglardagidek rapid test yoki home test degan tekshirish usuli bo'lib, bu tekshirishninki eng cho'ng alayidligi ishlatish qolaylik, natija chiqish tiz. Yani taxminan 15 minutda natija chiqadi. Har qanday odam, har qanday yerda bu xil tekshirish usulini qo'llanib, o'zining yuqumlangan yoki yuqumlanmaganligini bilish mumkin. Uningdan boshqa hamda bu shu kasal bilan yuqumlangan yoki bu xil tekshirishda pozitiv chiqqanlar yaxshilangan vaqtida yoki kasal alomatlari tugash qarab mangan vaqtida agar bu tekshirishda negativ chiqsa, boshqalarga virus yuqtirmaydiganligini yoki badandagi virusninki tuvalliganligi yoki yo'qolganligini bildirdi. Bo'libmi bak shu dastlabda tekshirgan vaqtida pozitiv chiqqan, uningdan keyin 5 kundan 10 kungacha agar negativ chiqqan bo'lsa, bu insonlarda yuqumlanishninki yaxshilanganligi yoki badandagi virusninki tuvallab boshqalarga virus yuqtirmaydigan ahvolga kelganligidan derak berdi. Bu xil tekshirishninki eng cho'ng alayidligi hamda kamchiligi nima degan vaqtida men yuqorida deb o'tgandagidek bu tekshirishninki sezgirligi tuvan bo'lib, tunji qitimliq tekshirishda agar negativ yoki saq chiqsa, cho'qim saq bo'lishi notayin. Shunlashqa bu xil tekshirishda negativ chiqqan vaqtida bo'libmi ba'zi kasallik alomatlari bo'lgan vaqtida bu saqkanman deb bo'ldi qilmasdan 1-2 kundan keyin qayta tekshirib beqishi yoki texmi ilgirlagan holda boshqa xil tekshirish usuli bilan yuqumlangan yuqumlanmaganligini jazmlashtirishga to'g'ri keladi. İkinci tekshirish usuli bo'lsa, men yuqorida o'tgandagidek virusning irsiy moddasini tekshirish bo'lib, bu COVID-19 kasalini keltirib chiqargan virus RNA virus bo'lganligi uchun buningda asosligi shu RNA tekshirildi. Bu tekshirishda pozitiv chiqsa, cho'qim yuqumlanganlik bo'ldi. Bu tekshirish sezgir bo'lganligi uchun tekshirishninki natijasi pozitiv chiqqan vaqtida yuqumlanganligi asosan jazmlanadi. Pozitiv odatda shu yuqumlanib 1 kundan 3 oy orasida pozitiv chiqishi mumkin. Negativ chiqsa yuqumlanmagan bo'ladi. Albatta nayta oz ahvolda yolg'on negativ chiqish ehtimoli bor. Agarda bo'libmi shu kasal alomatlari o'xshab ketsa, ya'ni bu xil tekshirishni qayta tekshirishga to'g'ri keldi. Lekin normalda bu tekshirishninki aniqlik darajasi xililla yuqori bo'lib, pozitiv chiqsa yuqumlangan, negativ chiqsa yuqumlanmagan deb qarashga bo'ldi. Bu tekshirishninki ortiqchiligi alayida sezgir, ya'ni to'g'rilik darajasi yuqori, yuqumlangan hamon pozitiv chiqadi. Kamchiligi bo'lsa, tanarqi sal qimmat,
natijasi bir necha soatdan 24 soat atrofida chiqadi. Ya'ni oldingi tekshirishdagidek unda 15 minutda natija chiqarg'ili bo'lmaydi. Yolg'on pozitiv chiqish ehtimoli bor. Ya'ni bu tekshirish nihoyatda sezgir bo'lganligi uchun ba'zida yolg'on pozitiv chiqish ehtimoli bor. Albatta bu xil ehtimollik nihoyat to'van, lekin shundaqdimi bor. Hech qanday kasal alomat yo'qlar, yuqumlanib butunlay saqayganlar yoki bir qitim pozitiv chiqqandan keyin bir necha hafta, hatto 2-3 oy takror pozitiv chiqishi mumkin. Bu tekshirishninki kamchiligi bo'lib, ya'ni garchi pozitiv chiqqan vaqtida cho'qim yuqumlangan liqdan derak ba'simi, lekin u pozitiv chiqish yuqumlanganligi bir kun bo'lgan bo'lishi mumkin, 2-3 oy bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu shu bu xil tekshirishninki kamchiliklarining biri hisoblanadi. Virusninki shu irsiy moddasini tekshirishda hozir butun dunyoda keng qo'llanayotgan usul yadro kislotasini tekshirish. Ya'ni virusning RNAsini tekshirish bo'lib, buni inglizchada nucleic acid test deb ataydi. Xitoyda bo'lsa Xesuan jensi deb ataydi. Bizning vatanda bo'lsa Xesuan tekshirish, Xesuan qilish deb atab kelyotidi. Endi bu xil usulda shu virusga tava yadro kislotasi, ya'ni RNAsini oldi bilan ko'paytib tekshirilganligi uchun bu xil tekshirishning sezgirligi nihoyatda yuqori. Endi bu yerda bu tekshirishda asosli tekshirildigini shu nucleic acid, ya'ni Xesuan. Endi buni sezgirligini yuqori ko'tarishda men yuqorida o'tgandagidek bu RNAsini ko'paytib tekshiriladigan gap. Bu RNAni ko'paytishda o'xshamagan usullar qo'llanadigan bo'lib, ularning ichida birisi PCR, yana birisi STA, yana birisi TMA. Uningdan boshqami bu RNAni ko'paytiradigan usullar bor. Shunlashqa buni Amerikada shuni ko'paytish usulida ko'paytishda qo'llangan PCRning ismi bilan bu tekshirishga nom bergan bo'lsa, Xitoyda uni Xesuan deb atagan. Bu ikki xil tekshirishninki negizi o'xshaydi. Har ikkilisida yadro kislotasi, ya'ni RNAni tekshiradigan gap faqat uni tekshirishda qo'llangan, ya'ni bu RNAni ko'paytishda qo'llangan usullar o'xshamaganligi uchun bu o'xshamagan nom bilan atagan. Ya'ni Xitoyda Xesuan jensi deb atalgan bu tekshirish amaliyotda Uyg'urchadagi yadro kislotasini tekshirish, ya'ni RNAni tekshirish, inglizchada nucleic acid test. Buni Amerika va G'arbda PCR deb ataydi. PCR amaliyotda bu xil tekshirish usuli bo'lmasdan shu yadro kislotasini ko'paytish usuli bo'lib, buni COVID-19 kasalini tekshirishda ishlatganlik uchun buni qisqartiblar PCR degan. Amaliyotda PCR yolg'iz bu kasalni tekshiradigan usul bo'lmasdan, balki shu irsiy moddani ko'paytish usuli hisoblanadi. Men bu yerda bu to'g'risida alayda tushuncha berib o'tishimning bir sababi, hozir vatanda Xesuan deb har kuni shu Xesuan tekshirish ilib berayotgan bo'lib, buni ko'pincha odamlar ancha tushunmasligi mumkin. Shu sababdan bu vaqtda men qisqacha bir tushuncha berib o'tdim. Bu vaboni tekshirishda qo'llanadigan 3-xil usul bo'lsa, antibodini tekshirish. Endi bu antibody pozitiv chiqqan vaqtida bu odam yuqumlangan yoki vaksina emlaganlikdan derak turdi. Eng az bo'lgan vaqtida bir hafta burun yuqumlanganligidan derak turdi.
eng uzun bo'lgan vaqtida yuqumlanganligiga birer yil bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu virus bilan yuqumlangandan keyin badanda mushu virusga qarshi antibody ishlab chiqarilgandan keyin andan keyin bu antibody tekshirish pozitiv chiqadi. Ya'ni eng kam deganda buning pozitiv chiqish uchun bir hafta vaqt ketadi. Eng kam deganda. Negativ chiqsa nimadan derak berdi deganda badanda texi antibody paydo bo'lmaganligidan derak berdi. Bu ninki ortiqchiligi yoshurun yuqumlanganlarni statistik qilishda muhim rol o'ynaydi. Ya'ni yuqumlangan vaqtida tekshirish qilinmay yuqumlanganligini bilmagan kasallar bo'lsa bir necha oydan keyin bu xil tekshirish orqali ayni vaqtida mushu virus bilan yuqumlanganligini jazmlashtirish mumkin. Shunlashqa bu birisi statistika qilishda alayda ahamiyatga ega bo'lsa, ikkinchisi mushu COVID-19 kasaliga qarshi immunit kuchining shakllanmaganligini bilishda alayda ahamiyatga ega. Kamchiligi bo'lsa, tanarqi qimmat natijasi asta yuqumlanib 1-2 haftadan keyin pozitiv chiqadigan bo'lib, yuqumlanishni baldur bayqashga yordami bo'lmaydi. Bu xil tekshirishninki kamchiligi. Bugungi bu COVID-19 kasalini tekshirish usullari degan temadagi bu qisqa leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'p rahmat. Allah hammamizni salomat qilsin, har xil kasalliklardan yiroq qilsin, xoli qilsin. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Xudoga omonat.